Xristofor Kolumb va hasadgo'ylar. Yangi qit'a kashfiyotchisi Xristofor Kolumbga hasad qiladiganlar ko'p edi. Hasad bor joyda albatta g'iybat bo'ladi. Dengizchi bir gal qovoqxonaga kirsa, bir to'da alamzadalar yana Kolumbning tomorqasiga tosh otishayotgan ekan. Dengizdan suzib o'tib quruqlikka borish nima degan gap? Buni biz ham qila olamiz. Xristofor ular o'tirgan stol yaqiniga boradi va qovoqxona egasidan bir dona pishmagan tuxum so'rab oladi. Janoblar, sizlar uddaburon va donosizlar, bunga shubha yo'q. Qani mana shu tuxumni tik turg'azib beringlar-chi. G'iybatchilar guruhi har qancha urinmasin bu ishni uddalay olmaydi. Bo'ldi, o'zing qilchi deyishadi nihoyat. Kolumb tuxumni oladi-da, sekinlik bilan tirs etkizib stolga uradi. Tuxumning uch qismi biroz pachoq bo'ladi va u tik turib qoladi. Favqulodda holatni kutayotgan g'iybatchilar birdaniga guvrab yuboradi. Shuyam ishmi? Buni biz ham qila olamiz. Kolumb to'g'ri deb javob beradi. Faqat Kolumbdan keyin. Xulosa, hayotda shunday insonlar ko'p. Qo'lidan kelmasa-da birovni qilgan ishini muhokama qilib, oson ish ekanligini qila olishlari haqida dong urish bilan band. Har bir ishning o'z mashaqqati bor. Nimanidir fikr bildirishga shoshilmang.